Endi növbetdeki maqalamızga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. New York vaqt gezdi. Jungoda qiyin ahvolga tushib qolgan, erkinlik tarafdori bo'lgan jurnal ko'rashga tayyorlandi. Mavzuli xabar 7-ayning 28-kuni Duvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yanhuang avlodlari jurnalining tahrirlik huquqi o'tkazib elindi. Jurnalni nashr qilishni to'xtatishga munosabatlik ishlar yarim oydak davomlashdi. Buningga aloqador vaziyat borgan sari ulg'ayishga boshladi. New York vaqt gazeti 7-ayning 27-kuni xabar e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Yanhuang avlodlari jurnalini qo'g'dash harakatining g'alaba qilishi osonga to'xtamaydi. Jungoda qiyin ahvolga tushib qolgan jurnal ko'rashga tayyorlandi. Mavzuli xabarda mundaq ko'rsatildi. Jurnalning ish xizmatchilari yuqori qatlam rahbarligining tartib selishini rad qildi. Ya'ni jurnalni tartib selish siyosatini jurnalning yuqori qatlam rahbarligi va ish xizmatchilari rad qildi. Ishxonaning osh kuchini topshirishni rad qildi. Jurnalning moliya xotirasi jurnalni qaytadan nashr qilishga ehtiyojli aloqador taraflarning tamg'i bosish to'g'risida jurnal yuqori sotqa arz qilmoqchi bo'ldi. Jurnal tahrirotni o'tkazib olmoqchi bo'lgan xodimlar bilan jurnalning ishchi xizmatchilari o'rtasida ishxonada jidal chiqdi, ya'ni tirkashdi. Balki nurg'unlagan olimlar Jungoda yozuvchilar pensiyaga chiqqan yuqori darajali kadrlarning qo'llashi ostida jurnalning Yanhuang avlodlari jurnalining ishchi xizmatchilari ochiq oshkora qarshilashdi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Yanhuang avlodlari jurnalining jurnal boshlig'i Du Daojing sapalning putini bo'lguncha qosh teshishining partisi bo'ldi. Jurnalning boshlig'i Du Daojing nima deydi? Sapalning putini bo'lguncha qosh teshishining partisi bo'ldi. deydigan turaqliq ibora bilan jurnalni nashr qilishning to'xtab qolganligini tushundirdi. Yanhuang avlodlarining hozirgi ahvolidan qaraganda jurnal mavjud bo'lib turolmaydi. Chunki bu cho'ng bir ko'chqa to'g'ri keldi degan, duch keldi degan gap. Jurnal hozir endi mavjud bo'lib turolmaydi. Biz buningga qistab qo'yildik. Mang'idiga yo'limiz qolmadi dedi jurnalning boshlig'i Du Daojing. Jurnalning muavin boshlig'i Xude Hua mundaq ko'rsatdi. Yanhuang avlodlari rost so'zlaydigan jurnal edi. Jungoda mundaq bir tamsil bor. Qahri kelganda toshqanma odam tishlaydi. Qahri kelganda toshqanma odam tishlaydi. Maqolani naql keltirib mundaq ko'rsatildi. Yanhuang avlodlari jurnalining bosh tahriri Wu Wining deyishcha, Yanhuang avlodlari jurnalining voqealari Jungoda siyosiy muhitning zo'r darajada o'zgarganligini ko'rsatadi. Diqqat vatandoshim. Başta biz nima dedik? Vaqalda o'qigan vaqt New York nima dunyo gezitining bosh maqolasida Jungola Amerika birlashib zada nima o'yin o'ynayotdi dedi. Dunyo geziti New Yorkda nashr qilingan. Endi bu yerda New York vaqt geziti e'lon qilgan xabarda Yanhuang avlodlari jurnalining boshlig'i Wu Wi nima deydi? Yanhuang avlodlari jurnalining voqealari, bu jurnalni taqashu bu to'g'ridagi voqealari Jungoda siyosiy muhitning zo'r darajada o'zgarganligini ko'rsatadi. Biz jurnalni qayta nashr qilamdik yo'q. Lekin Yanhuang avlodlari jurnalining nashrdan to'xtashi partiya ichidagi islohotchilarning ovozi tinganligidan derak berdi. Bu jurnalning taqanishi partiya ichidagi islohotchilar ovozining tinganligidan to'xtaganligidan derak berdi. Rais Xi Jinping an'anaviy siyosiy yo'lda mengishni tanlab elib, siyosiy erkinlashtirishga qarshi turib, Mavzuning nopozini qo'g'damoqchi bo'ldi. Bu yerda bir gap, Xi Jinping Mavzuning nopozini qo'g'damoqchi bo'ldi.
an'anaviy siyosiy yo'lga mangdi. Muşa kun, muşa ayda agar Jungo'nun ichki qismida bir o'zgarishning alomatlari ko'rilayotgan bo'lsa, albatta Rais Xi Jinpingning huquq o'rnini mustahkamlashi, balki uning bir ish qilishi uchun huquq o'rnini mustahkamlashi zarur bo'ladi. Hozir bu yer nima deyilyapti? Mavzuning koni yo'lda mangmoqchi. Lekin o koni yo'lda mangamdi, yangi yo'lda mangamdi, huquqni mustahkamlash uchun ham xalqaro jamiyatda bir ish qilish, demak qilib bo'ldi deylik, 3 yildan beri ham ishki jihatda bir ish qilish uchun huquqni mustahkamlash to'g'ri keldi. Jungoning yuqori qatlam rahbarligi Yanhuang avlodlari jurnali va qasi to'g'risi texi ifodalanmadi. Yoki markaziy komitet degandek yoki tashviqot ministerligi degandek bular ifoda bildirmadi. Navbatda Rais Xi Jinpingning yoki yana boshqa yuqori darajadagi rahbarlarning bu ishga bevosita aralashib, jurnal rahbarligini o'zgartirish qaror qilganligi to'g'risida biror xabarmi texi o'tirg'i chiqmadi. Lekin bazı mavzudun parast torbatlari, Kompartiyaning konservativ olimlari uzundan bir Yanhuang avlodlari jurnali ko'zimizga qadalgan mex deb qarab kelgan. Jurnalning taqilishini ular bugun tabriklashi mumkin. Maqolada tahlil qilib mundaq ko'rsatildi. O'tmishdagi tajribalarga asoslanganda Yanhuang avlodlarining o'zini qo'g'dash ko'rishida g'alaba qila olishi natayin. Muşununga o'xshash boshqa jurnallarmi yoki nashrdan to'xtaydi yoki muqomni o'zgartirishga majbur bo'ladi. Buning ichida jurnalning muavin tahrir qilib bekitilgan Xudayxua esinglarda bo'lsinki, ishning noziklik darajasi qayerda bo'lyapti, hurmatli vatandoshim. Xudayxua o islohotchi arbob Kompartiyaning sekretari bo'lgan, davlat boshlig'i bo'lgan Xuyaobaoning o'g'li Xudayxua. Xudayxua bu jurnal qanday kelib qoldi? Ayni chog'da Rais Xi Jinping o'zi Xudayxuani Yanhuang avlodlari jurnaliga muavin tahrir qilib belgilagan edi. Shu vaqtda nurg'un tahlilchilar bu yerda bir ish bor degan edi. Balki ish o'ng tarafga mangdi degan edi. Bugun ish o'ng tarafga mangmay, ish ta'tir tarafga mangyapti. Rais Xi Jinping Xudayxuani jurnalga muavin tahrir qilib o'zi qo'ydi. Bugun jurnal taqaldi degan gap, to'xtadi degan gap. Bu yerda hozir norozilik Xudayxua rahbarligi norozilik bo'lyapti, qo'rishlik ko'rsatyapti. Rais Xi Jinping bu to'g'ri nima deyish kerak? Hech nima demadi. Buni tashviqot ministerligidan Yuyinshan o'ynayapti bu o'yinni yoki boshqalarning qo'li bilan bu o'yinda gap undaq emas. Hozir oshkora emas. Yoki bundaq o'tirg'i chiqyapti, bu gaplar bundaq bo'lyapti degan gaplar o'tirg'i chiqmayapti. Biroq esinglarda bo'lsinki, jurnalning ma'lum bosh tahriri Xudayxua Xuyaobaoning o'g'lini Rais Xi Jinping bu jurnalga muavin tahrir qilib belgiladi. Bugun bu jurnal nima ishda qoldi? Demak, boshda aytgandek, Jungoda siyosiy o'zgarish qaysi nuqtaga yetib kelyapti? Nima ishlar yuz berish mumkin? Bu yerda saminlarga selib qo'yayki, boshqa gaplarning hammasini qo'yib turaylikki. Advokat Gao Jisheng yaqin yozgan kitobida yoki uningdan biri nima deydi? Silay Jungo o'rnidan tur. 2017-yil. 2017-yil Kompartiya halok bo'ldi. Lekin o kunga bu kunga nimalar kelyapti? Konkret talab, konkret fikrlar, konkret ahvollar yoki bir narsa o'tirg'i shuna deganda o'tirg'i chiqqani yo'q. Biroq Gao Jisheng shundaq dedi, hozirgi Yanhuang avlodlari jurnalining taqilishi va boshqa alomatlarni birlashtirib, sizlar tahlil qilsanglar, ham xalqarodagi voqealarning nima uchun shundaq bo'ladiganligini, ham mamlakat ichidagi voqealarning qaysi vaqtda o'tirg'i chiqqanligini va qanday davomlashganligini siyosiy tasavvuringlar orqali fikr qilib tahlil qilaolaysizlarni hurmatli vatandoshim. Mana bugun sizlarga Janubiy dengizdagi jiddiy vaziyatning nima uchun pasayganligini, Jungoning ichki qismida yana nima ishdan bo'layotganligini qisqachasilik so'zlab o'tdik. Madaniyat inqilobi degan 1966-yil 5-oyning 16-kuni Jungoda madaniyat inqilobi qo'zg'alishdan burun 1965-yil 1 yil Jungoning ijtimoiy ideologiya sohasida nihoyat zo'r kurash bo'lgan edi. Bu kurash nimani davr qilgan edi? Xayriy Bag'van. Xayriy degan bu diyonatlik amaldorning tarixda amaldan qoldirilishi. Nima uchun amaldan qoldirilgan edi degan narsa Xelungning mavzudun tarafidan amaldan qoldirilishi to'g'rilab o'ltirib, Xitoyning shu vaqtdagi nazariya sohasidagi olimlari elishib,
Ahırı Mao'nun chidayanmay madaniyat inqilobini qo'zg'ab, Xong'uy minglarning kuchiga tayinib, o'zining siyosiy o'rnini, hokimiyatini saqlab qoladi. Bo'lmasa shu vaqtda Mao'nun allaqachon ag'dirilatdi. Demak, tarixdagi sizlar biladigan madaniyat inqilobi Xayriy Bog'van deydigan shunday bir drama asari va shuningdek Xayriy degan odamning obrazi orqali boshlangan edi. Bugun Nayti Dangdar jurnal Yang Huang avlodlari taqaldi. Uning inkosi Jungoda nimalarni keltirib chiqarishi mumkin? Nemishga dal shunday vaqt taqaldi. Gap mana bu yerda, hurmatli vatandosh.